Haqiqiy fayzli uchastka so'raganmi deylar. Mana shu variantimizdan bitta ko'ringlar. Sergeli Xonobodda joylashgan, mahallani ham ko'rishingiz mumkin. Keng mahalladan iborat 3,5 sotuvli uchastkamizda sotuvga qo'yilgan. Videoning oxirida narxini aytaman. Narxiga общем shokolad variant tayyor patkulchi holatda hozir ichkaridan ko'rsatib beraman. Darvozaxonamizga bitta mashina bemalol sig'adi. Bunaqasiga hovlini ko'radigan bo'lsak, katta zeleniy zonalariga ega. Burchada letniy kuxna va sanuzullar joylashgan. Asosiy binoni tushuntirib beradigan bo'lsam, birinchi etaj kirishimizni katta chiroyli hol bilan boshlanadi. O'ng qo'lda bo'lsa, kuxnani ko'rishimiz mumkin. Chiroyli mebel texnikalar qo'yilgan. Bundan tashqari bitta katta yotoqxonasi joylashgan va bitta umumiy sanuzulni ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari bitta zal mehmonxonaga ham ega bo'ladi. Ko'rib turganingizda полностью komplekt holatida. Ikkinchi etajga keladigan bo'lsa, uni o'zi ham mana shunaqa hol bilan boshlanadi. Xonalar ketma-ket joylashgan. 4 ta xonaga ega bo'ladi. Bittasi zal mehmonxona ko'rinishida, bittasi katta yotoqxonasi. Ko'rib turganingizda полностью komplekt holatida. Bitta umumiy sanuzul va ikkita bolalar yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Bittasi o'g'il bolalar uchun, bittasi qizlar uchun qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bundan tashqari binoning tagida bu yerda podval ham joylashgan. Ko'rib turganingizda juda ham chiroyli remontdan chiqarilgan uchastkamizda narxini $199,000 deyapti. Hali kelishiladigan joy bor. Pastda egalarining nomerini qoldiramiz. Haqiqiy fayzli uchastka so'raganmi deylar. Mana shu variantimizdan bitta ko'ringlar. Sergeli Xonobodda joylashgan, mahallani ham ko'rishingiz mumkin. Keng mahalladan iborat 3,5 sotuvli uchastkamizda sotuvga qo'yilgan. Videoning oxirida narxini aytaman. Narxiga общем shokolad variant tayyor patkulchi holatda hozir ichkaridan ko'rsatib beraman. Darvozaxonamizga bitta mashina bemalol sig'adi. Bunaqasiga hovlini ko'radigan bo'lsak, katta zeleniy zonalariga ega. Burchada letniy kuxna va sanuzullar joylashgan. Asosiy binoni tushuntirib beradigan bo'lsam, birinchi etaj kirishimizni katta chiroyli hol bilan boshlanadi. O'ng qo'lda bo'lsa, kuxnani ko'rishimiz mumkin. Chiroyli mebel texnikalar qo'yilgan. Bundan tashqari bitta katta yotoqxonasi joylashgan va bitta umumiy sanuzulni ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari bitta zal mehmonxonaga ham ega bo'ladi. Ko'rib turganingizda полностью komplekt holatida. Ikkinchi etajga keladigan bo'lsa, uni o'zi ham mana shunaqa hol bilan boshlanadi. Xonalar ketma-ket joylashgan. 4 ta xonaga ega bo'ladi. Bittasi zal mehmonxona ko'rinishida, bittasi katta yotoqxonasi. Ko'rib turganingizda полностью komplekt holatida. Bitta umumiy sanuzul va ikkita bolalar yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Bittasi o'g'il bolalar uchun, bittasi qizlar uchun qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bundan tashqari binoning tagida bu yerda podval ham joylashgan. Ko'rib turganingizda juda ham chiroyli remontdan chiqarilgan uchastkamizda narxini $199,000 deyapti. Hali kelishiladigan joy bor. Pastda egalarining nomerini qoldiramiz. Haqiqiy fayzli uchastka so'raganmi deylar. Mana shu variantimizdan bitta ko'ringlar. Sergeli Xonobodda joylashgan, mahallani ham ko'rishingiz mumkin. Keng mahalladan iborat 3,5 sotuvli